To'g'risi bu tashrif nafaqat Toshkent viloyati, balki butun respublikamiz uchun katta ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz tashrifi davomida, ayniqsa Parkent tumani misolida turizm salohiyati va infratuzilma masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Eng avvalo Parkentsoy loyihasini aytishim kerak. Bu joyda 6 gektarlik massivda 125 ta ko'p qavatli uy, 5000 dan ortiq xonadon, maktab, bog'chalar, sun'iy ko'l, sport maydonchalari, velo yo'laklarni mujassam bo'lganligi, bularning barchasi bu hududni obodonlashtirish va zamonaviy yashash muhitini yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Bu nafaqat aholiga qulaylik yaratish, balki tashrif buyuruvchilar sonini oshishiga xizmat qiladi. Eng qiziqarli loyihalardan biri bu Baytqo'rg'on Parkent elektrlashtirilgan temir yo'li. Bu orqali nafaqat aholi uchun, balki turistik oqimni ham keskin oshiradigan bir loyihadir. Bundan tashqari Toshkent Sharq aeroportining rekonstruksiyasi bo'yicha ham olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdilar. Hurmatli prezidentimiz bu aeroport orqali yangi yo'nalishlarning ochilishi, xorijiy sayyohlar uchun xizmatni yaxshilash lozimligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Albatta bu tashrif mening fikrimcha hurmatli prezidentimizning hududlarga e'tiborni yana bir bor ko'rsatdi. Xususan turizm, sanoat, ijtimoiy infratuzilma va ekologiya masalalarini bitta infratuzilmada, bitta strategiyada mujassam bo'lganligi alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir tashabbus, har bir loyiha ortida albatta aholini farovonligi, aholi uchun qulay shart-sharoit yaratish masalalari yotadi va tashrif yakunida davlatimiz rahbari aytganlaridek, xalqimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsa, bundan ortiq baxt yo'q. O'ylaymanki, Parkent o'ziga xosligi, unikal bir tumanga aylanayotganligi bilan boshqa tumanlardan ajralib turadigan hududga aylanadi. Bu nafaqat Parkent aholisi, balki butun respublika aholisi uchun, hattoki chet eldan tashrif buyuruvchi xorijiy mehmonlar uchun ham jozibador hududga aylanadi.